Hozir men sizlarga dunyodagi eng go'zal gullarni obzorini qilib bermoqchiman. Mana bu gullarni qaranglar. Mana bu palma. Haqiqiyga o'xshaydi, to'g'rimi? Tagidagi tuvagiga e'tibor beringlar. Hamma gullarning tagida mana shunaqa oq tuvagi bo'ladi. Mana bu ikkinchisi. Haqiqiy palmaga o'xshaydi. Uyi ko'rkini ham ochyapti. Juda ham chiroyli. Endi mana bu gullarga e'tibor beringlar. Bu gullar nima deyapti? Kimsan sen deydi-yu. Men hammadan ham go'zalman deyapti. Mana shu oq tuvaklar kiygiziladi bularga. Keyin yana ham dunyoda hech kim go'zal desa, men hammadan ham go'zali o'zimman deydigan gullar mana shu joyda. Mana buni qaranglar. Mana qaranglar. Ana faqat ismlarini bilmayman bu gullarni. Juda ham chiroyli. Mana haqiqiyga o'xshaydi. Mana gulsiz agar mamnaqasiga baglari bilan kerak bo'lsa, bunisi ham bor. Faqat hozir hovlida turgani uchun sal chang bosibdi. Sal chang tegibdi baglariga. Buni yuvish artish juda ham oson. Mana bu gullarni qaranglar. Voy dod. Juda ham chiroyli gullar. Mana buni qaranglar hammadan ham. Mana bahor mana. Hamisha uyga qo'ysangiz, hamisha bahor bo'lib turadi, bular. Dunyoda eng chiroylisi o'zimman turgan gullardan obzor qilib beryapman sizlarga. Mana bu живой gullar. Bular живой gullar.